Stalinning mo'jizaviy quroli BM-13 yo afsonaviy Katyusha. Nima uchun nemislar Sovet Katyushasidan bunchalik qo'rqqanlar? Jang maydoniga Katyusha kirgandan birgina nemislar emas, Sovet askarlari ham qo'rquvdan larzaga kelardilar. Katyusha o'zi qanday qurol edi? Bu savollarga video davomida javob olamiz. Sizni yana Ustalqin kanalida ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Do'stim, siz agar kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'ling. Shunda siz o'zingizni eng qiziqarli ma'lumotlardan mahrum qilmagan bo'lasiz. Agar tayyor bo'lsangiz, unda biz boshladik. Birinchi jahon urushi tugagandan so'ng qattiq yonilg'i kukunli raketalarga bo'lgan qiziqish sezilarli darajada oshdi va dizaynerlar bir vaqtni o'zida bir necha mamlakatlarda ushbu yo'nalishdagi harbiy ixtirolar ustida izlandilar. Raketa qurollariga bo'lgan qiziqishning asosiy sabablari bular edi. Birinchi navbatda yanada rivojlangan porox turlari ixtiro qilindi. Bu esa jet raketalarining parvoz oralig'ini sezilarli darajada oshirish imkonini berardi. Ikkinchidan, raketalar jangovar samolyotlar uchun qurol sifatida bombardimon qilish uchun qo'l kelardi. Uchinchidan, raketalarni zaharli moddalarni yetkazib berish uchun ham ishlatish mumkin edi. To'rtinchi sabab, Birinchi jahon urushi tajribasiga asoslanib harbiylar jangovar takomillashgan qurollarsiz keyingi mojaroni to'liq amalga oshirishlariga shubha qilardilar. Sovet ittifoqida raketa qurollarini yaratishni birinchi bor Artyomov va Tixamirov o'z tajribalari bilan boshlab berdilar. 1927-yilda tutunsiz piroksilina trotil kukuni yaratildi va 1928-yilda 1300 metrga uchadigan birinchi qobiq ishlab chiqildi. Shu bilan birga aviatsiya uchun raketa qurollarining maqsadli rivojlanishi boshlandi. Birinchi bo'lib aviatsiya raketalarining takomillashgan ko'rinishi paydo bo'ldi. 1937-yilda yangi hajman katta bo'lmagan raketalar yangi ochilgan temir yo'l yo'riqnomalari sinovidan o'tkazildi. Innovatsiyalar otishning aniqligini sezilarli darajada oshirdi va raketaning parvoz masofasini uzaytirdi. 1938-yilda RS-82 va RS-132 raketalari ishga tushirildi va ommaviy ishlab chiqarilishi boshlandi. Aviatsiya yo'nalishida muvaffaqiyatga erishgandan so'ng, xuddi shu yili dizaynerlar uchun yangi vazifa yuklandi. Endi ular 132 mm kalibrli raketadan foydalangan holda quruqlik kuchlari uchun ham bombardimon tizimini yaratishi kerak edi. 1939-yilda M132 ning 132 mm parchalik qobig'i tayyor bo'ldi. U yanada kuchli jangovar qismga va kengaytirilgan parvoz oralig'iga ega edi. Bunday natijaga erishish o'q-dorining miqdorini oshirish orqali amalga oshirildi. 1939-yilning sentyabr oyida yangi Mu-2 ning sinovlari boshlandi. Uning uchun asos bo'lib ZIS-6 yuk mashinasi xizmat qildi. Bu mashina jangovar kompleksni yuqori o'tkazuvchanligi bilan qulay edi va har bir hujumdan keyin pozitsiyalarni tez-tez o'zgartirishga imkon berardi. Mu-2 ning o'qqa tutish vaqti taxminan 10 soniya davom etib, 16 raketa otardi. O'q-dorilar bilan qo'shib hisoblaganda umumiy og'irlik 8 tonna 330 kiloni tashkil etardi. Masofa oralig'i 8 kilometrdan oshib ketardi. 1940-yilda Mu-2 davlat testlaridan o'tkazildi va BM-13 minomyot nomi bilan qabul qilindi. Urush boshlanishidan bir kun oldin, ya'ni 21-iyun 1941-yil SSR hukumati BM-13 jangovar komplekslarini ketma-ket ishlab chiqarishga, ularni o'q-dorilari va ulardan foydalanish uchun maxsus qismlarni shakllantirishga qaror qildi. BM-13 dan oldingi birinchi tajriba, ya'ni Mu-2 ularni yuqori samaradorligini ko'rsatdi va bu turdagi qurollarni faol ishlab chiqarishiga yordam berdi. Urush paytida Katyusha bir necha zavod tomonidan ishlab chiqarilgan va xuddi shu zavodlar ularni o'q-dorilari bilan jang tugaguncha ta'minlab turgan. Shunday qilib, Ikkinchi jahon urushi vaqtida afsonaviy Katyusha paydo bo'ldi. Katyushaning ikki turi mavjud edi. Birinchisi Britan yuk mashinasiga o'rnatilgan BM-13,
ikkinchisi Kanada yuk mashinasiga o'rnatilgan BM-13. Katyusha taxallusining paydo bo'lishi. Katyusha taxallusining kelib chiqishi haqida aniq ma'lumot yo'q, lekin bir necha taxminlar bor. Isakovskiyning qalamiga mansub Katyusha nomli she'r Blanter tomonidan urushdan oldin ommalashgan qo'shig'iga ko'ra, versiya ishonarli, chunki kapitan Flyorovning Katyushasi dushmanga qarata o'q uzganida Rudnya shahrining bozor maydonida salvo hosil bo'ldi. Bu tarixiy adabiyotlarda tasdiqlangan Katyushaning birinchi harbiy arizalaridan biri edi. Yana bir holatda Sovet askarlari orasida Katyusha ismli partizan qiz bo'lib, juda ko'p sonli nemislarni yo'q qilib afsonaga aylangan edi. BM-13 ham jang maydoniga kirgan vaqtdan boshlab ko'p sonli nemis askarlarini yo'q qilgani uchun o'sha qizni nomi bilan, ya'ni Katyusha deb atadilar. Katyusha ishlatilgan birinchi hujum. Birinchi bor Katyusha Ivan Flyorovning buyruqlari ostida jangga kiritildi. Bu Ors shahrida bo'lib o'tdi. Ma'lumotlarga ko'ra, o'sha vaqtda Ors shahrining stansiyasida nemislar uchun eng muhim bo'lgan harbiy zaxiralar keltirilgandi. Bundan tashqari, shaharda Sovet ittifoqi olib chiqib ketishga ulgurmagan qurol-yaroqlar qolib ketgandi. Kapitanga Sovet yaroqlarini olib ketishlaridan oldinroq stansiyani yo'q qilish vazifasi buyurildi. Operatsiya xavfliligiga qaramay, 8 ta Katyusha bilan stansiya temir yo'li, yuk poyezdlari bilan yo'q qilindi. Hujum shunaqa shiddatli tus oldiki, bundan birgina nemislar emas, Sovet askarlari ham bir muddat o'zlarini yo'qotib qo'ydilar. Jangga ishtirok etgan nemis piyoda batalyonining boshlig'i o'z kundaligiga shunday yozadi: Hammasi nazoratim ostida bo'lib turgan bir vaqtda osmondan raketalar kela boshladi. Shunchalik ko'p va shunchalik tez. Harbiy raketa portlashi bizga katta talofat berardi. Bo'linmaning xavfsiz joyga olib o'tishni iloji yo'q edi, chunki juda katta radius bombardimon ostida qolgandi. Piyoda askarlar nobud bo'ldilar. Zirhli bo'linma mashinalari ishdan chiqdi. Eng qizig'i shundaki, raketa portlagan vaqtida tuproq ham yeriganini guvohi bo'ldim deb tasvirlab beradi. Jang vaqtida Katyusha Sovet ittifoqining eng dahshatli quroli hisoblanib, askarlarga uni ko'z qorachig'iday himoyalash buyurilgandi. Nemislar qanchalik urinsalar ham harakatlari zoya ketib, Katyushani qo'lga kirita olmadilar va urush nihoyasiga yetguncha o'zlari ham shunga o'xshash qurol yasay olmadilar.